Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Sog'lomsizlar. Qachondan beri o'zi 1-2 yil bo'ldi. Uyut notaja patolog reklamativ berdik. Endi yurtimiz uchun, yurtdoshlarimiz uchun sizlarga ajoyib yangilik bor ekan. Video davomida hozir birma-bir bilib olasizlar. Bir da hozir ish jarayonlari o'tib turibdi ekan. Nechadib ishlanish hammasini, narx-navolar haqida ma'lumot beriladi va yangilik haqida bir ma'lumot berib o'tadi. Xudo xolasa beragan bo'lsak, Qoraqalpog'iston Respublikasi 50 kala qilsin aqtamiz. Shundayna o'zimizni reklamadan ko'rib turib, notaja patolog ishlatayotgan yurtdoshimiz Jasuron bilan hozir birma-bir ishlangan yerlarni va yangiliklarni sizlarga tanishtirib o'tamiz. Bir da hozircha ishlangan yerlari 1-2 qat bor ekan, ishlab turibdilar yana. Qolgan yerlar ham ishlar ekan. Ajoyib deb ishlab turibdilar. Ko'rgan bo'lsanglar, bu o'rtam o'zidan chiqqan Jasuron nima ekan endi? Assalomu alaykum Jasuron. Assalomu alaykum. Sog'liqlasizmi? O'zim tushuntirib aytmoqsiz, o'zingiz sizga gap qoldirmay assalomu alaykum. Sog'liqlasizmi? Yurtdoshlarimiz bilan biroz salomlashib qo'yamiz. Assalomu alaykum yurtdoshlar. Bu yine yangilik, xudo xolasa shunday deb borta ishlar ishlab boshladim o'zingdan. Endi boshqa kelib ko'rdik. O'ylab oxiri ish qaroriga keldik bu yerda. Birdan bir bo'ladigan bir variant ishlasak, bu ikki cho'p qoladigan bo'ldim. Bu o'zingdan chiqqan natija, to'g'rimi? O'zimdan olgan. 3 xona ishlanib turibdi bu yerda, bort etib, qog'ozlari bu joylanmasi diyordan diyorga bo'ladi. Ya bu yerda ham bir de girgen yeri var da bulan. Hammasi cho'tkada bir şey yani. O'zidan chiqqan hammasi. O'zidan chiqarib ishlab berdik. Har bir video qilgan vaqtimda ish qilib bir-birini takrorlamay turibdi ko'rgan masalan. O'zidan chiqardilar so'ng. Mana 10 santim mı? Neyse. Vazı 7 bir de. İpoteka joy o'zi pastroq bo'lganda 7 qo'ydik. 10 qo'ysak ham bo'ladi, 15 qo'ysak ham bo'ladi joyni balansiga qarab. Shu hovuz bo'lib o'zidan qo'shilib bo'lib chiqadi, to'g'rimi? Bu rangi o'chmasligini 10 yil 15 yilga garantiya beradi. Garantiya. Bu 3D formatda ishlangan, gullarni bir de ko'rtuslar. Peshatlari ham diq-tunuq 3D. Isi yo'q. Ikki kraska o'chmasligini, so'ng materiali o'zini o'zi yetib ketmasligiga masalan garantiya beradi. Garantiya beramiz. Yozma ravishda garantiyalar beriladi. Peshatlar bosib beramiz. Bu yoqda yana bir xonamiz. Bu yerda zal. Zal ham o'zidan chiqqan ekan ham narsa. Bu yerdan kurgoy 60 cm ak glyansoviy bo'ldi. Az benda bir xonamiz ishlanib turibdi, bu yerda ak matoviy cheti. O'rtasida gramki. Yine bayağı 3D bo'lgani paxsa bo'lib chiqqani ko'rinadi ekan bu tarafdan. Görünüşü 3D shunday bo'ladi yani. Diptini qo'yib chiqadi. Ya bo'rtib chiqqani bo'lib chiqib turibdi ekan narsalar. Zo'r ko'rinadi ekan bu men boshqacha ekan. O'zi necha so'mdan boshlanadi bular? Adnatoniylarimiz shardan bo'ldi 50 mingdan boshlanadi. Bu bort patologlar sal qimmatroq yuradi. Sababi bunun ichida reksisi arkasida ham o'zlarimizdan bo'ladi. Shuning hisobiga sal qimmat. Uyingasi bo'lgani shu ebiti bersa bo'ldi disku. Ebiti bersa bo'ldi. Qani materiali o'zingizdan bo'ladi. O'zlarimizdan. Bedayning 3 xona bort ishlanib turibdi. 3 xona har xonaga 8 dan galagellari, arkasida provodlar hammasi o'zlarimizdan bonus. Kim o'tgan safar chiqargan vaqtimizda masalan 20 kvadratda o'ssa birdana shuni ko'p odamlar tushunmayapti. Bizlar lyustra elektrotovar do'konimizdan 20 kvadratdan o'tadigan bo'lsa, bonus beramiz dedik-ku. U adnatoniyaga amal etmaydi, u polni peshatlarimiz amal etadi. Polni peshatlari amal etadi. Masalan, ya 200 ming so'mlik miqdordagi do'kondan libo bilan xaridlar olsalar bo'ladi. Agar masalan 30 kvadrat bo'ladigan bo'lsa 300 ming so'm. 400 500 shuni ketaveradi. Ketaveradi. Masalan 100 kvadrat polni peshat shu 3D ishlatadigan bo'lsa, bizlar уже 1 million so'm pul do'kondan lyustra olsa bo'ladi, galogen, rozetki включать farqi yo'q. Farqi yo'q. Shu 1 million do'kondan savdo ishlasalar bo'ladi. Ishlab ketaveradi. Keyin yurtdoshlarimiz ko'p kutilmaganda bir yangilik bor ekan dedim, yurtdoshlarimiz o'zingiz aytasiz, danishtirmoq. Yangilik endi ko'p odamlar ko'p so'radilar, kommentariyada yozdilar, bo'lib bersak nechga bo'ladi deb. Shoydan 12 gacha bo'lib bersalar ham bo'ladi. Endi notaja patolog ishlatsak bo'lsanglar, bo'lib to'lab asosida ishlasa bo'ladi, to'g'rimi? Uning uchun 1 so'm pul kerak emas. Eldan 1 so'm shart emas. Kerak emas 1 so'm pul. Necha ishlar kerak uning uchun? Bizdan chaqiradi, biz boramiz, razmerini o'lchab chiqarib, masalan, bir uy necha so'm pul chiqadi? 5 milliondan 10 million aralıq chiqadimi? Pulni o'sha pulni chiqaramiz, eldan 1 million berib bilan umuman bermaymi, u farqi yo'q uning. Ne salamiz, bazaga solib tekshirib, ne bo'ladigan bo'lsa 12 oyda bo'lib to'layveradi. Pasporti yo plastiki, pasport bo'lsa bo'ldi aslında. Pasport bo'lsa bo'ldi. Plastik bo'lsa da yaxshi. 3 oydan 12 oygacha bo'lib to'lasalar ham bo'ladi. Gap yo'q. Endi lekin endi uni ortiqcha ish kerak bo'lmaydi. Lekin bu tarafdan 3 chavani ko'rsatamiz. Bu yerda ish tartib turibdi patolog. Yine yangilik, bo'lib to'lasanglar ham bo'ldi. Eldan 1 so'm shart emas. Ishlarni bu xonalarimiz, koridorimiz diyordan diyorlar, bu ham diyordan diyorlar, polni etap ishlanib qoldirib beriladi. Ushadik, kiraga topib keladi, to'g'rimi? Aynen. Uстановка etib bo'lamanda endi uning 'Uстановка jarayoni.
şey gerek ya. Jasur ay shuni biz kelajak bo'ladigan bo'lsa, necha vaqtda bitib berasizlar buni? Hozir Zakaz mesela bersalar. 2 gün 3 gün alıp tutmuş zakazını. 2-3 kun bo'ldi. Shuning ichida ustoz kam bo'lib ketadi axir. Sonra pisa var. Materiallarni o'tgan safargi videoda ko'rsatdik, O'zbekistondan chiqib turgan rang bo'lsa bo'ldi. Bor hammasidan bor. Hozirgi kunda Atacento moda o'tibdi, undan ham bor, ikki xil rangi bor edi, to'g'rimi? Bor. İki xil rangi bor, Atacento'dan bemalolga oboy shu Atacento yopishtirgan bo'lsanglar, yuqorisidan shu natija fotoda ishlasanglar bo'ladi. Atacento bor. Bularga mesela o'zingizda katalogi bor, qaysi birini tashlab bersalar, shuni chiqarib beraverasiz. O'zingiz tashlab bergan. Nesden bo'ladi? O'zlarimiz ko'rsak ham bo'ladi. Nelarcha dastavka ustidan ketib ketdi sendan? O'zbekiston bo'lib dastavka bor. 4 yil belini yerlik kala sarmayalım var bir şey. Xorazmga o'tamiz. Al Urganch, Xiva Yo'llar ham bor dursun. Keyin mo'rini ichadi ishlaydigan imtihonlar uchun mo'rni bir ko'rsatib o'tsak, internet ishlangani yana go'tku sular. Ko'p odamki mesela şu yukarıdan çıkan, bu ko'p odamki mesela diyordan çıkardı. Diyordan çıksadım zor. Eğer yukarıda çıkan olmasa gips akardan lapşıp ketemiz. Hiç çetine şöyle akıratını alıp gitaveremiz. Şuning bo'ladi ya. Muammo yo'q, to'g'rimi? Muammosi yo'q. Ertaga bilan bu odam yusufkandan keyin Ahmatovga ikisi bir-birine qo'shib turaveradi ajoyib bu. Bilinmaydi. Rangi shu o'ziniga qo'shib turaveradi. O'zining rangida bo'lib turaveradi. Keyin mesela hozir aytib o'tdingiz-ku, Xorazm tarafdan o'tib, Xorazm tarafdan shu bo'lib to'lab asla bo'lar ham farqi yo'q. Havo bo'ladi. U farqi yo'q, to'g'rimi? Qaysi rayonda bo'lsalar ham narsa yo'q, aloqasi yo'q. Ishib beraveramiz havoga. Ishib beraveradi. 50 ming so'mdan shunda ketaveradi, 200 ming so'mgacha 200 ming so'mdan bor. Chetlar MDF bilan bo'lsa 200 bo'ladi. 200 ming so'm. 160-170 atrofida bo'ladi. Tanlagan gulini narsasiga qarab pul to'shib chiqadi. Shu ham aksiya 1-dekabrgacha, hozir shuncha unumli foydalanib qolsalar bo'ladi. Xudosi 200 ming so'mdan boshlanadi. 20 kvadratda o'tsa bo'ldi, farqi yo'q. Shu ketaveradi, aytib o'tganim 1 million so'mgacha, masalan, agar ko'proq bo'ladigan bo'lsa, bonuslarga ega bo'lsanglar bo'ladi. Masalan, Jasura, rahmat ma'lumotlar uchun, jon sog' bo'lsin, sizni yaxshi sevdik. Do'stlar, endi unumli foydalanib qo'ysanglar bo'ladi. Bo'lib to'layvergan asanglar ham bo'ladi, ham arzon narxlardan bo'lib to'lab ishlatsanglar bo'ladi. E'tiborlaringiz uchun rahmat, sog' salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha yetkazgan vaqtingiz rozi bo'linglar.